aynan sanga uy bermaymiz deyishadi. Aynan sanga yordam qilmaymiz deyishadi. Va bu go'zal ismli ayol shu Primov Oybek bilan uzluksiz bog'liq ekan. Uzluksiz bog'liq jurnalist ayol. Buni aytishicha mani yana sindirish, obro'yimni to'kib obro'sizlantirish va kelajakda yo'q qilish maqsadida qilingan ekan. Bularga guvoh bo'lib o'zim isbotlarni topganman. Bundan tashqari har bir aytganimni sodir bo'layotgani bu firibgarlikni qarama-qarshi isboti. Bu narsalar hammasi it hurar karmon o'tar. Nima demoqchiman? Bundan tashqari bizani yashayotgan uyimiz yotoqxona, davlat yotoqxonasi hisoblanadi. U davlatniki bo'lsa-da, men unga xizmat qilib, o'zim ekspertiza qilib 36 milliondan oshiq pul xarajat qilganman. Uni ham hozir korrupsiyaga botib ketgan hokimiyat, davlat hokimlari tomonidan o'sha paytlar sotib olganman. Va hozirgachayin atrofimizda barcha uylar sotib olinyapti va sotilyapti. Ammo menga kelganga sotish ham mumkin emas, uyimni almashtirish ham mumkin emas. Og'ir ahvolda bo'lsam ham, hamma joy jirkanch, qabih ahvolda bo'lsa ham amaliy yordam yo'q. Men murojaat qilganman barcha yuqori turuvchi organlarga 10 yil davomiga, barcha hokimlarga, shahar hokim, viloyat hokimlarini qanchasi o'lib ketgan bo'lsa ham, hozirda yangi bo'lgan bo'lsa ham, hammasi xabardor bo'lsa-da, aynan sanga uy bermaymiz deyishadi. Aynan sanga yordam qilmaymiz deyishadi va aynan sanga amaliy yordam yo'q deydi. Men prezidentni ochgan maktabini ham o'qib chiqdim, tikuvchiligini ham, monomarkazga, boshqa soha yo'nalishlarini ham hech qanaqa menga yordam ko'rsatishgan emas, tikuv moshina ham berishgan emas. Hamma narsa xo'ja ko'rsinga ko'rgazma. Bu deganiki, hozirgacha yo aynan menga bu davlatning xusumati bor, xalqni o'zini xalqini keraksiz qilib, xalqqa ilmli insonlarni xo'rlab yo'q qilish maqsadimi bilmayman. Qanday yashash kerak? Amaliy yordam so'radim, xalqqa xizmat uchun joy so'radim, mumkin emas deyildi. Joy yo'q deyildi. Jihozlab berish, subsidiya so'radim, kredit so'radim, yo'q deyishdi. Uy joy so'radim, yo'q deyishdi. Litsenziya so'radim, yo'q deyishdi. Men hayron qanday qilishga, qanday jamiyatga, xalqqa yordam ko'rsatishga men hayronman. Nima uchun bunday? Men tushunmadim. Bizning mahalladan 5 kishiga tikuv mashinka berilishi kerak bo'lsa, hatto qog'ozga men yozib berganman, tikuv mashinkamni sotmayman deb. Raspiska olishgan bo'lsa ham 5 kishini bittasi menga berilmadi, qolgan 4 kishiga berildi. Hozircha qonuniy gadoylashtirilgan olim ulamo insonman Buxoroning ichida, O'zbekistonning ichida. Bunga qandaydir chora ko'riladimi, yo'qmi? Men butun insonlarni himoya qiladigan hamjamiyatga murojaat qilib so'rayapman. Bizlarda siyosiy kanalizatsiya ishlamaydi. Hech kim hech qanday amaliy yordam ko'rsatmaydi, hammasi xo'ja ko'rsinga. Hozirgacha qancha hokimlar almashgan bo'lsa, hamma narsa ana shu holatida yotibdi. Uyim xarob holatda, hech qanaqa amaliy yordam ko'rsatgan emas. Mendan qonuniy sadaqaxo'r yasashdi. Qonuniy sadaqaxo'r, qonuniy gadoyga aylantirishdi. Bunga kim javobgar? Va nima uchun bular javobgarlikka tortilmaydi? Nima uchun tuhmat uydirmalar qilishadi? O'zbekiston hududida adolat qonun bo'lsa agar, oqlovga hujjat qilib kassatsiya berganimda, undan-da battar qarorlov bilan menga rad javobi berildi. O'sha umidsizlandim. O'zimizni O'zbekiston Oliy sudigacha borganman, adolat topmaganman. Shu uchun 10 yil adolat kutdim, 9 yil tuyildi. Hech qanaqa adolat topmaganim uchun efirga chiqishga majbur bo'ldim. Amaliy yordam so'rayman. O'zimizda O'zbekiston hududida homiylik qilib biladigan halol insonlar bo'lsa, amaliy yordam ko'rsatib, xalqqa yordamga chiqishimga, o'zimni oqlashimga amaliy yordam ko'rsatishni so'rayman.